Manimcha bu 7-kun uyqum normalniy bo'lmayapti. Kechasi 2-3 gacha o'tiraman, ba'zi payt ishim bo'ladi, ba'zi просто tak o'tiraman jinniga o'xshab. Ertalab uxlab turishim kerak. Bugun ham soat 8 da turganman ertalab. Soat kechasi 3 da uxlaganman, tunni ishlab uchun. Yana bugun kompaniya syomkasi profil olishyapti ishtirokchilar haqida. Hozirdan makillamayman. Hozir intervyuga borsam bir nimalar bo'ladi. Assalomu alaykum. Kechiringlar. Normal ovqatlanmayapman. Hozir ham o'sha soat necha bo'ldi? Bitta dona tuxum majburlab yeyapman buni ham, yiqilib tushmaslik uchun, ozgina yergan bo'lish uchun. Emas. Tashab ketdim. Bir kun portlamasam bo'ldi. Yo'qda go'sht yaxshi. No.